Assalomu alaykum barchaga. Uyga lombos quyish qancha bo'lyapti? Eng qiziqarli joyi akamiz 5 sm quydirgan ekanlar. Yaxshilab ahamiyat berasizlar. Uyda egasi yoqqanligi uchun yana ustalarni chaqirtirib, yana 5 sm chiroyli qilib quydirib yuboryapti ekanlar. Qaranglar bunaqa silliqligini yaxshilab ahamiyat berasizlar. Va eng qiziqarli joyi qishni g'amini yozda ye deganda akamiz sifatli qilib yana bir qator quydirib yuboryapti ekanlar. Mana bu taraflarga 5 sm boshida quyilgan ekan, ya'ni bitta sifatini ko'radigan ekanlar. Sifatini ko'rganliklar uchun, yoqqanligi uchun, ya'ni yozgi kunda salqin bo'lgani uchun, qishki kunida issiq bo'lgani uchun yana bunday qilib 5 sm yana ustiga quydirib yuboryapti ekanlar. Eng qiziqarli joyi bu xizmati uchun, ya'ni ustalardan talab qilinadigan narsa, uyda egasidan talab qilinadigan narsa faqat yotag'i shu pulini bersangiz bo'ldi. Ya'ni o'sha ustalar xudo xolasa vodiy bo'ylab hamma yo'g'ini o'zlari olib borgan holatda quyib berishar ekan. Hozir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ustakamiz xijolat bo'lganligi uchun videoda orqasiga gapiraveradi dedilar. Endi videoda orqasiga gapirib beradilar. Ustaga yaxshi bilan charchamasdan, tushunmisiz? Aka bu nech puldan qanaqa quyilyapti? Bu vodiy bo'yichami, vohalar, Toshkent, boshqa joylar qanaqa bo'ladi? O'shalarni aytib o'tsangiz. Vodiy bo'yicha 45 mingdan quyiladi. 5 santimetrdan 8 santimetrgacha bo'ladi baland pastli joylari. Ha. Vohalarga, Toshkentlarga narx qo'shilib qoladi. Yo'l kira xizmatlari bo'lib. Semonu tomonlarda sal qimmatligi uchun 55 ming, 50 ming 60 minggacha quyib beriladi. Kelishilgan asosda quyiladi. Qibelolar vohalarga, misol. Ya'ni qaranglar, vohada aka-ukalarimiz nimaga faqat vodiyda o'zida quyasizlar, vohaga nimaga chiqmaysizlar deganlarni to'g'ri tushunasizlar. Akalar, masofa uzoq bo'lishi mumkin, to'g'rimi usta aka? O'sha masofangizga qaranglar. Yo'q, kvadratingiz kichikroq bo'lib, pulini mayli rasxodini ko'taraveraman siz, akalar o'shani rasxodini ko'tarasiz, borib quyib berishaverar ekan. Misol 1 millionlik quydiradigan bo'lsa, 500 ming so'm rasxod qiladigan bo'lsa, o'sha 1,5 millionni beraveraman. Misol tariqasida aytyapman, uni men taxmin qilyapman. Rasxodini beraman, kelib o'sha vodiyda narxda quyib ketsiz, mashina narxda ham quyib ketishaverar ekan. Просто bular rasxodi bor, bir kun poteriya qilishadi. Mashinada uni olib borish kerak bo'ladi, o'ziga yarasha tashishi bo'ladi. O'shanaqa rasxodlarni ko'tarsalaring, qilib berishaverar ekan. Yoki kvadrat ko'proq bo'lib, kattaroq zdaniya bo'lsa, uni ham kelishilishar ekan. Ya'ni o'sha kvadratiga joyiga qaralar ekan. Qaranglar. Bu yerda 5 sm oldin uyda egalari qildirgan ekan. Ma'qul kelganligi uchun, ya'ni o'shani yana quyib tashlashyapti ekan. Xo'p, hozir santimetrga qarab narx o'zgaradi, lekin ichi vibrator, allaqanday semeni boshqalari o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Hamma yo'g'i bir xilda, sement, qum, hamma yo'g'i bir xil qo'shiladi. Ha. Nimasi haligi garantiyalari qanaqa bo'ladi? Garantiyalari mana 1 yil, 1,5 yildan beri quyapmiz. Hali hech kim bunaqa qilgan yo'q. Bu narsaga hali birinchi quydirganlarga bir narsa bo'lgan yo'q-da. Sinib 1 yilda odamlar yuribdi mana qaranglar. Odam yursa hech narsa qilmaydi mana. Yaxshi turadi. Xudo xolasa hali hech kim jalba qilgan yo'q. Ha. Mana shunaqa holatda qo'yiq holatda zo'g'liq quyib berishadi. Qaranglar, ya'ni buni bexijolat. Bu nechinchi etajgacha, 2-3 etajgacha quyib berasizlar? 3 etajgacha chiqarib quyib beriladi. Ha, quyib berishda iloji bo'ladi. Ya'ni 2-3 etajgacha quyib beriladi. Mana shunaqa holatda bir boshdan xudo xolasa chiroyli qilib quyib beriladi. Xo'p, uyda egalarga faqat joy talab qilinadi. O'sha suv beriladi. Tok bilan suv. Ha. Qolgani o'zlaringdan bo'ladi. O'zimizdan bo'ladi. Ha. Aka bu necha kvadratni necha kunda quyib yuborsa bo'ladi? Misol, mana shu men 12 ga necha dedingiz? Mana shu joy sal kattaroq qilib ko'rsataylik. 12 ga 15. 12 ga 15 joyda 170 kvadrat joyda bir kunda quyib chiqib ketiladi. Bir kunda quyib chiqib hamma yo'g'ini qilib bersa bo'ldi deganda hisobda. Materiali tagiga solinadigan materiali, sement, qum, pena, fibra hamma yo'qda o'zimiz olib boramiz. Faqat uyda egasidan shu mabodo uzoq bo'lib joyi kattaroq bo'lsa, yotag'i kerak bo'ladi. Agar yaqinroq bo'lsa, borib kelib bir kunda qilib berilaverar ekan. Katta kvadratlar bo'lsa ham yaqin joyroq bo'lsa, tagiga nima solinadi? Tagiga buni izaspan degan material solinadi. Ha. Muammosiz, undan xudo xolasa materiallar ham yo'q. Beta salafan ham qo'shilgan ekanda, to'g'rimi? Betali past remont bo'lganligi uchun salafan soldik, suv oqib ketmaslikka. Ha, mabodo bunaqa so'rasa qilib beraverasizlar. Ha, tagiga remonti bo'lgan. Hali ziyon tegmasligi uchun bir qator salafan joylariga salafan solib qo'yilgan, hamma joyiga bas. Ha, bir qator solib qo'yilgan xolos. Unaqa nima emas. Qaranglar, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda o'zi mana o'zi gaplashganimizgacha quyib yuborildi. Aka, yana bitta narxlarni yana qaytadan eski solib qo'yaverasiz.
Xo'p, necha puldan hozir 5 santimetrli necha puldan hozir? 5 santimetrdan 8 santimetrgacha quyiladigan bo'lsa, 45 mingdan vodiy bo'ylab. Ha, vodiy bo'ylab. Ha. Toshkent vohalarga o'sha 5 santimetrdan 8 santimetrgachalik narxi qo'shilib qoladi. Endi sal 10chi, 10 ni bittada quyib yuboraman desanglar, quydirib bering desa. 10 qilsa uni uyda egasi bilan kelishiladi. Kelishilinadi. Ha. Xudo xolasa, akalar, ana biz hamma savolga javob oldikmi hozir? Xudo xolasa hamma savolga javob oldik. Agar biz tushuntirolmagan, aytavering. Afzalli tomonlari loydan 4 barobar yengil bo'ladi. Issiq sovuqda ushaydi. Sementga steyashkaga o'xshab qattiq qoladi. Mana o'zimiz ham ko'tarib turibdi. Mana akalar mana o'zimiz ko'tarib turibdi. Vassa cho'rniy rekasi qoqilsa ham, yupqa qoqilib qo'ygan bo'lsa ham mahkam ushab turadi. Ammo ash taraflarga qo'shilaman. Qaranglar, mana aylanmachasiga qilingan. Mana o'zi ko'rib turibsiz 5 santimetrda va mana yana qo'shimchasiga 5 santimetr qilib uyda egalari yoqqanligi uchun yana qo'shimcha qilib quyib yuborilyapti ekan. Shunga ham yaxshilab ahamiyat berasizlar. Eng qiziqarli joyi bu garantiyali bo'ladi. Haqiqatda uyingizni og'irligi, ya'ni loyga nisbatan, misol loy 10 tonna bo'lsa, bu 3 tonna bo'ladi. Misol tariqasida. Unaqa ortiqcha og'ir bo'lmaydi. Sababi bu pena aralashganligi uchun, mana qalinga o'xshab turadi, lekin o'zi yengilroq bo'ladi. Ashuni ash tarafdan yutib ketasizlar. Yaxshi, ashunga ham yaxshilab ahamiyat berasizlar akalar. Ya'ni loyda o'zi to'liq loy bo'ladi. Unda pena bo'lmaganligi uchun 10 tonna tomingizni yuk turmaydi-yu va bunga o'xshab 3 tonna atrofida misol tariqasida tonnasini bilmayman. Men misol tariqasida oddiyroq, soddaroq qilib tushuntirib o'tyapman akalar. Keyin buni ham xudo xolasa sichqon yemaydimi, tagiga bunaqa chirimaydimi deganlar uchun mana shu ham 1 yil oldin quyganmiz, mana shunday qidirilganmi? 1 yil oldin quyilgan, mana akalar ustunlari hamma yo'q turibdi, ya'ni chirimagan. Mana o'zing ko'rib turibsizlar. Chiriydigan narsalar yo'q akalar. Xullas akalar, kimlargadir zarur bo'lsa, qisqa lo'nda batafsil ma'lumot berdik. Bizda yangi bo'lsa, podstatsiyani bosib qo'yasizlar, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar akalar. Shuning uchun doim podstatsiyani bosib qo'yinglar. Biz tushuntirolmagan joylarimizga telefon qilib nima qilaverasiz. Qo'shni davlatlar qolib ketibdi. Qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston, mavoda pulingni beraman, hamma yo'qni beraman desachi. Yo'q, u tomonlarga olib o'tib qo'ya olmaymiz. Hozircha iloji yo'q. Hozircha iloji yo'q. Qaytishimizga apparatimizni o'tkazmas ekan. Bu yoqqa o'tishga o'tkazyapti, qaytishga o'tkazib bermayapti. Bu ish apparatlari ham unaqa bo'lmas ekan-da. Ha. Shu taraflarda bor. Agar akalar endi ko'rib turibsizlar, bexijolat mana shunaqa holatda quyib berilar ekan, lekin Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarga iloji yo'q ekan. Sizlarga mana ma'lumot o'rnida nima bo'ldi? Agar nima keyingi videolarimizni kuzatib olsalar, mana shunaqa biznesni ham o'rgatib qo'yiladi. Xudo xolasa mana shunaqa biznesni keyingi videolarimizda xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Albatta podstatsiyani bosib qo'ying. Shuning uchun biz doim aytamiz, ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib bormoqchi bo'lsangiz, podstatsiyani bosib qo'ysangiz, ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan doimiy ravishda ko'rib borasizlar akalar. Qo'limizdan kelgancha sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Ish jarayoni mana shunaqa jarayon. Oxirida sirlilar qilib qo'yiladi. Chiroyli bo'ladi mana ko'rib turibsizlar. Bir xil joylarga 5 santimetr emas, ya'ni o'sha 10 ko'proq ham quyilib qolyapti. Ya'ni chuqurroq joylar bo'lsa 8, 9, 10 bo'lib qolar ekan, shunga ham ahamiyat berasizlar. Qo'limizdan kelgancha qisqa lo'nda ma'lumot berdik. Albatta sog' bo'la, salomat bo'la. Ko'rishguncha deymiz.